Italyanskiy Hover pылесосini olishingiz uchun 5 ta fakt. Birinchisi, bu ishlatishga juda ham udobniy, kompaktniy, hech qanaqa egilib yurmaysiz, hamma narsani siz oyoqda boshqarasiz. Juda ham yengil. Ikkinchisi, обычный pылесос 450 Watt, 500 Watt tortadi. Bu esa bu 1000 Watt tortadi. Bu ginamlar vibratsiya orqali qoqib, eng tagida changini ham sug'urib oladi. Uchinchisi, bunda hech qanaqa nasabga alishsa yurmaysiz. Bu universalniy bo'ladi. Zo'r tarafi shunday ishlatayotganingizda gilamga qo'yasizmi, tark etganmi, lubbo joyga qo'yganingizda faqatgina mana shunda tumshug'ini legirovkasini qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bu tepadan pastga tushib chiqadi. Gilam, tarket, pollo uchun hammasi uchun abden-abden mo'ljallangan bo'ladi. To'rtinchisi bu istakanli bo'ladi. Ishlatishga juda ham udobniy. Qarang, shunday musor yig'ilib, shunday keladi, shunday bosasiz bo'ldi, musorni bo'shatasiz. Ham hopli pылесосda changitib, hamma yoq qoqib yurmaysiz. Buni yuvib bemalol ishlataverasiz. Ichida o'zida katta shunaqa filtr ham bor. 5-inchisi aksesuarlari ham uzunligini ko'ryapsiz, shlankasini. Gelvi bo'ladi, bu sinib ketmaydi. Bemalol mazza qilib ishlatasizlar. Yana o'zida shunaqa har xil burchaklar uchun, yana qo'shimcha uzun qilishingiz uchun bu mana qarang, yana chiqib kelyapti ichidan. Burchaklar yoki pardalar qilish uchun, har xil cho'tkaga joylar uchun, o'zida mягкий mebellar uchun shunaqa nasatkasi chiqadi. Pылесос juda ham mo'shniy, ishonchli, garantiyasi 2 yil bo'ladi. Narxi $195. Nima deysiz? $195 olgan bo'larmisiz, yo'qmi? Shu fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Dastlabki xizmatimiz shu pullar ichida O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Bemalol passiv nomer telefon qilib zakaz qilsangiz bo'ladi.